Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahrida Nurafshon restoraniga bormasdan Sharq kasada o'tgandan keyin 4 etajli domning 3-etajda Yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramiz etaji 3-etajda 2 tomonlama proyekt 9 tomon deyiladi. Kvartiramizning maydoni 86 kvadrat metr. Pashti hamma jihozlari qoladi. Onlayn narsalar faqat kullar bilan bitta katta televizordan oladilar. Qolgan hammasi siz qoladi. Hozir sizlarga obzorni ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni ayamas qadrdonlarim. Ana bu eshikdan kirgan vaqtimiz, ana faqat eshikdan kirgan vaqtimiz. Keyingina perxoshka bizdan kutib oladi. Mo'sh sifatli mo'sh aboylar bilan remont ta'mirlanganlar, oyoq ostimiz laminat qilingan va yaxshi sifatli haytech eshiklardan qo'yilgan. Bu yer esa sanuzelimiz. Bu yoq esa zalimiz. Zalimiz yo'l tomonida qarab turibdi. Ikkita terezasi bor. Zalimiz ham cho'tka remontchilar qilib, dekorativ ishlar qilingan, gipsokardonlar qilingan, lustralar va natijali osilgan. Bu yerda konditsioner bor, shifoneri bor, qo'llanlar chiroyli qo'llanlar tashalgan va LED pardalar qilingan. Domimiz vitrina. Yana bir marta aytaman. Bu yoqda esa spalnamiz. Spalnamizdan cho'tka remontchilar qilingan, gipsokardonlar qilingan, bu televizor qoladi, mo'sh aboylar qilingan, barcha ko'rayotgan mebellar qoladi. Spalnamizda yana bitta sanuzelimiz bor. Bu yoq esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasidan hatechlar remontcha qilib, chiroyli gipsokardonlardan uzor qilingan pardalari bor va bu yoqda ham shifoner divan kravati qoladi. Bu yoq esa kuxnimiz. Kuxnimizdan kengina hurmatli opa-singillarimiz mazza qilib yayrab ishlashlariga sharoitchasi bor. Bu yerda o'tirib ovqatlanishga sharoiti bor, konditsioner bor, uголовчиlar qo'yilgan, televizor qo'yilgan, ariston qo'yilgan va turецкий do'kontir kotел qo'yilgan. Qadr bilan qadrdonlarim, lokatsiyasini ham bir marta aytaman. Buxoro shahar Sharq kasadadan o'tgandan keyin Nurafshon restoran yoniga bormasdan 4 etajli domning 3-etajda Yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramiz narxini 39.500 deb baholayapmiz. Ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz. Agar sizlarga bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni ayaman qadrdonlarim. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishlarini so'rab qolamiz. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik bo'lishi mumkin. Shunaqa territoriyadan uy olaman deb yurgan qadrdonlaringizga tarqating qadrdonim. Nima fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishlarini so'rab qolamiz. Shunaqa uylar sizlarga nasib qilsin. Omona dunyoda omon bo'ling qadrdonim. Soqqani tashang, shu kvartiraga kelib yashang.